Bu Parkent bozori, bu esa bizning yana bir loyiha. Guvoh bo'lib turganingizdek, loyihamiz Xalq banki uchun sotuv ofisi tayyorlab berildi. Hozir sizlar bilan birgalikda uni obzor qilamiz. Xo'p, Xalq banki sotuv ofisi bu loyihamiz 7 ga 4,5 metrni tashkil qiladi. Ko'rib turganlaringdek, ichkari qismda biz pod ключ, ya'ni stol stullarigacha topshirganmiz. Agar sizga ham xuddi shunday sotuv ofislari, ko'chma do'konlar, umuman olganda bankomatlar, biznesingiz uchun mana shunday do'konlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Istalgan hajmda va istalgan dizaynda respublikamizning barcha hududlariga yetkazib bera olamiz. Qiziqmi? Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, operatorlarimiz sizga yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Kuzatishda davom eting.